Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, qadrli o'rganuvchilar. Bugungi mavzumiz siz bilan describing people, ya'ni describing people mavzusi ham writing ham speaking uchun eng foydali va kerakli mavzulardan biri hisoblanadi. Demak, describing people mavzusi siz bilan bizga ma'lumki, speaking part 2 da, writing uchun esa describing person, describing festivals, describing items hamda descriptive essayning bir qismi sifatida o'rganiladi. Demak, describing mavzusining muhimligi shundan iboratki, describing mavzusida, masalan, shaxsni tasvirlayotganingizda siz introduction qismida birinchi bo'lib o'sha shaxsning siz uchun kimligi, masalan, do'stingizmi yoki yaxshi ko'rgan qo'shiqchingizmi yoki bir qarindoshingizmi, undan keyin u bilan qachon, demak, eslab qolamiz, qachon, qayerda va qay holatda tanishganingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Bu demak introduction qismida. Endi ikkinchi qism albatta siz va bizga tanish bo'lgan main body, ya'ni asosiy qism bo'lib, siz asosiy qismda quyidagilar, ya'ni birinchisi physical appearance, ikkinchisi hobbies va uchinchisi personal quality ni tasvirlashingiz kerak bo'ladi. Demak, boya sizga ta'kidlab o'tganimdek, ya'ni quyidagi ekranda ko'rinayotgan physical appearance, ya'ni uning tashqi ko'rinishiga tasvirlashda nimalar kiradi? Birinchi bo'lib face, ya'ni yuz ko'rinishini, ikkinchi bo'lib hair, ya'ni sochini, rangi, sochining uzun kaltaligi, qanaqa turdagi sochga kirishi va uchinchisi body, ya'ni tanasi. As an example, highlight, height or build, posture and any unique physical attribute, ya'ni bironta bir ajralib turuvchi jismoniy ko'rinishini, bo'yi uzunmi, o'rtachami, kaltami, jismoniy ko'rinishini aytishingiz kerak bo'ladi va keyingisi esa oxirgisi qo'shimcha aksessuarlari, ya'ni uning kiyimi, qanaqa taqinchoq taqib yuradi, har doim uni ko'rinishida yoki bir taqib yurgan taqinchog'i yoki kiyimidagi bironta bezaklari har doim qaysiga e'tibor qaratilishini aytishingiz yoki yozishingiz kerak bo'ladi. Demak, physical appearance dan keyingi qism esa personal qualities, ya'ni o'sha siz tasvirlayotgan shaxsning xarakteri, o'ziga xos xususiyatlarini, ya'ni odob axloqi, tartibi, umuman olganda insoniylik xususiyatlari haqida aytishingiz kerak bo'ladi. Bu ikkinchi qism, ya'ni describing person's main body'sida mana bu ekranda ko'rinayotgan, masalan, gesture, habits and tone and volume, ya'ni uning alohida har doim biror qiladigan, bajaradigan biron bir o'ziga o'rganish bo'lib qolgan biron bir holatini, harakatini, keyin uni odatlarini, doim qanaqa odati bor o'sha do'stingizning va keyin esa uning ovozini va ovoz tonini, balandligini, ya'ni u har doim xushchaqchaq gapiradi yo u jiddiy gapiradi yo u sekin gapiradi. Shu kabi xislatlarni aytishingiz albatta bu shaxsiy fazilatlar, ya'ni personal quality ga misol bo'la oladi. Demak, describing people mavzumizning conclusion, ya'ni yakunlash, xotima qismida esa o'sha shaxs haqidagi sizning feelingingiz, ya'ni hissiyotlaringiz, o'sha shaxs sizning hayotingizni qanday o'rin tutadi, keyin comments, ya'ni o'sha shaxsning xarakteriga, xislatiga, o'zini tutishiga, jamiyatdagi o'rniga kommentariya berasiz va shu bilan siz speakingingizni yoki writingingizni yakunlashingiz tavsiya qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda esa describing item, describing festival davomiy tarzda describing personning keyingi mavzulari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Salomat bo'ling.